Bugun men ko'pchilik pensionerlar va ularning farzandlarini qiynayotgan juda muhim savolni tushuntiraman. Nima uchun yosh ustamasi hammaga ham kelmaydi? Odam 7-5 yoshga, takvim yoshga yoki boshqa belgilangan yoshga yetganda endi pensiyamga ustama qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda kimdadir pul avtomatik tushadi, kimdadir umuman tushmaydi, kimdadir esa bir necha oy kechikadi. Mana shu holat ko'p tushunmovchilik, norozilik va asabiylashishga sabab bo'ladi. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat bugungi pensionerlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga, ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan farzandlarga, vasiylarga va ijtimoiy to'lovlar bilan ishlayotganlarga ham tegishli. Agar siz pensiya, ustama, nafaqa yoki yosh bo'yicha qo'shimcha to'lovlar masalasida adashishni istamasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin hujjatli va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Avvalo eng asosiy narsani aytib qo'yaman. Yosh ustamasi degani ma'lum yoshga yetgan har bir odamga albatta bir xil pul qo'shiladi degani emas. Ko'pchilik xato aynan shu joydan boshlanadi. Odamlar qo'shnisidan eshitadi, men taqvim yoshga to'ldim, pensiyamga ustama qo'shildi. Keyin boshqa bir pensioner ham taqvim yoshga to'ladi, lekin unga qo'shilmaydi. Shunda nega menga bermayapti? Mendan nimani yashiryapti? Pensiya bo'limi pulimni ushlab qo'lyaptimi degan savollar paydo bo'ladi. Oldin bu jarayon ko'proq qo'lda yuritilgan. Ya'ni pensionerning tug'ilgan sanasi, pensiya turi, ish staji, nogironlik holati, imtiyoz kategoriyasi, qaysi asosda pensiya olayotgani hujjatlar orqali alohida tekshirilgan. Ba'zan pensionerning o'zi borib ariza bergan, ba'zan mahalla yoki pensiya bo'limi xodimi eslatgan, ba'zan esa umuman e'tibordan chetda qolgan. Shuning uchun oldingi davrda kechikishlar, qayta hisob kitoblar, hujjat yetishmasligi ko'proq uchragan. Hozir esa ko'p narsa elektron tizim orqali tekshiriladi. Tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, pensiya turi, nogironlik guruhi, vafot etgan yoki etmaganlik holati, bank kartasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar bazalardan olinadi. Bu yaxshi tomoni, chunki odam har safar yugurib yurmasligi kerak. Lekin bu jarayonning boshqa tomoni ham bor. Agar elektron bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, tug'ilgan sana eski pasportda boshqacha kiritilgan bo'lsa, pensiya turi noto'g'ri belgilangan bo'lsa, hujjat tizimga to'liq tushmagan bo'lsa, ustama avtomatik chiqmay qolishi mumkin. Demak, savolga javob shunday. Yosh ustamasi hammaga ham kelmasligining sababi bitta emas. Bu yoshning o'zi, pensiya turi qonundagi toifa, boshqa ustamalar bilan ustma-ust kelishi, hujjatlarning to'g'riligi va elektron tizimdagi ma'lumotlarga bog'liq. Endi men sizga kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa o'z holatini xotirjam tekshirishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi holat, odam pensiya oladi. Lekin uning pensiyasi yoshga doir pensiya emas. Masalan, bir fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. U taqaran yoshga yetganda qo'shnisi kabi yosh ustamasi kutadi. Lekin qonunda aynan qaysi turdagi pensiyaga qaysi ustama qo'shilish belgilangan bo'ladi. Agar u olayotgan to'lov boshqa asosda tayinlangan bo'lsa, hamma yoshga bog'liq qo'shimchalar unga avtomatik tatbiq qilinmasligi mumkin. Bu yerda men ham qaridim-ku degan mantiq yetarli emas. Davlat to'lovi har doim huquqiy asos bilan beriladi. Ikkinchi holat, odam yoshga doir pensiya oladi, lekin u kerakli yosh chegarasiga hali yetmagan. Ko'pchilik 75 dan keyin berilar ekan, taqdimdan keyin berilar ekan, taqdimdan keyin oshar ekan degan gaplarni aralashtirib yuboradi. Aslida turli davrlarda turli qo'shimcha to'lovlar, parvarish bilan bog'liq ustamalar yoki alohida toifalar bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner 75 yoshga to'lganini asos qilib boradi, lekin unga tegishli ustama faqat taqvimning yoshdan keyin berilishi belgilangan bo'lsa, tabiiyki 75 yoshda pul qo'shilmaydi. Bu adolatsizlik emas, shunchaki qo'yda boshqacha. Uchinchi holat, odam kerakli yoshga yetgan, lekin hujjatdagi tug'ilgan sana muammoli. Hayotda bunday misollar juda ko'p. Masalan, pensioner ayolning eski tug'ilganlik guvohnomasida 1944 yil 10 may deb yozilgan. Pasport bazasida esa 1944 yil 10 iyun bo'lib qolgan. Yoki eski mehnat daftarchasida sana qo'lda yozilgan. O'qilishi qiyin. Elektron tizim esa pasportdagi sanaga qaraydi. Natijada odam may oyida men yoshimga to'ldim deb o'ylaydi. Tizim esa iyun oyigacha kutadi. Ba'zan bir oy farq oddiy ko'rinadi, lekin pensiya hisobida oyma-oy farq juda muhim. To'rtinchi holat, ustama kelish kerak, lekin avtomatik qayta hisoblash kechikkan. Masalan, pensioner buni yoshga 12 fevral kuni to'ldi. Odatda qayta hisob kitob keyingi to'lov davridan,
Ba'zan esa tegishli oyning belgilangan qismidan boshlab amalga oshiriladi. Lekin bank o'tkazmasi allaqachon shakllangan bo'lsa, ustama mart oyida yoki keyingi to'lovda qo'shilishi mumkin. Shunda odam fevralda bermadi deb xavotir oladi. Bunday vaziyatda darhol vahima qilish kerak emas, lekin tekshirish kerak. 5-holat. Pensioner bir vaqtning o'zida bir nechta imtiyoz asosida to'lov kutadi. Masalan, u nogironlik bo'yicha ham qo'shimcha oladi. Yoshi bo'yicha ham kutadi. Urush yillari mehnat qilganlik yoki boshqa ijtimoiy toifa bo'yicha ham pul oladi. Qonunchilikda ba'zan bunday to'lovlar jamlanadi, ba'zan bir ikkinchisini almashtiradi. Ba'zan esa faqat eng yuqori miqdordagisi tanlanadi. Shuning uchun menda 3 ta asos bor. Uchalasini ham alohida to'lashsin degan talab har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Misol uchun, Karim ota aqdim yoshga to'ldi. U yoshga doir pensiya oladi. Pasport ma'lumotlari to'g'ri, bank kartasi faol, yashash joyi bo'yicha pensiya hujjatlari to'liq. Bunday holatda ustama kelishi ehtimoli juda yuqori. Agar fevral oyida yoshga to'lgan bo'lsa, mart yoki aprel to'lovida qayta hisoblangan summani ko'rishi mumkin. Agar kechiksa, u pensiya bo'limiga murojaat qilib, taqqaysim yoshga to'lganim munosabati bilan pensiyamga tegishli ustama hisoblangan, hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozma ariza beradi. Ikkinchi misol, Halima opa aqasmi yoshga to'lgan, lekin u nogironlik pensiyasi oladi. U qo'shnisidan eshitib, xuddi shunday ustama kutadi. Pensiya bo'limi tekshirsa, uning pensiya turi boshqa asosda tayinlangan, ustama esa aynan boshqa toifadagi to'lovga bog'langan bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda Halima opa uchun to'g'ri yo'l. Avvalo qaysi turdagi pensiya olayotganini aniqlash, keyin shu pensiya turiga yosh bo'yicha qanday qo'shimcha tatbiq qilinishini so'rash. Faqat qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan dalil yetarli bo'lmaydi. Uchinchi misol. Salim aka Paqaymin yoshga to'lgan, lekin unga ustama kelmagan. Tekshirganda ma'lum bo'ladi, pasportida tug'ilgan sanasi 1 yanvar, eski hujjatida esa 15 dekabr. Elektron tizim pasportdagi sanani asos qilib olgan. Agar u haqiqatan 15 dekabrda tug'ilganini tasdiqlamoqchi bo'lsa, fuqarolik holati davlatnomalari bo'limi, ya'ni FHDYO yoki tegishli arxiv orqali hujjatni aniqlashtirishi kerak bo'ladi. Pensiya bo'limi og'zaki gapga qarab sana o'zgarta olmaydi. 4-misol. Dilbar opa pensiyani pochta orqali oladi. Uning ustamasi hisoblangan, lekin to'lov vedomosiga keyinga o'tishgan. U esa kartada darhol ko'rinmaganidan xavotirga tushadi. Bu yerda to'lov usuli ham ahamiyatli. Bank kartasi pochta orqali naqd olish, ishonchnoma orqali olish, yashash joyini o'zgartirish kabi holatlar pulning kelish muddatiga ta'sir qilishi mumkin. 5-misol. Bir pensioner boshqa davlatda yashab qaytgan, pensiyasi tiklangan, lekin elektron bazadagi ma'lumotlari to'liq yangilanmagan. U kerakli yoshga yetgan bo'lsa ham, tizim uni avtomatik ro'yxatga olmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda yozma murojaat juda muhim, chunki og'zaki so'rash bilan masala ko'pincha oxirigacha yurmaydi. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar siz kerakli yoshga to'lgan bo'lsangiz, lekin 2-3 oy davomida pensiyada hech qanday o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshirtiring. Agar pasportingiz yaqinda almashtirilgan bo'lsa, ism sharifingizda harf farqi bo'lsa, tug'ilgan sanangiz bo'yicha eski va yangi hujjatlarda u tafovut bo'lsa, tekshirtiring. Agar pensiya turi nogironlikdan yoshga doir pensiyaga o'tkazilgan yoki qayta hisoblangan bo'lsa, tekshirtiring. Agar bank kartangiz yopilgan, bloklangan yoki boshqa bankka o'tgan bo'lsa, tekshirtiring. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar siz hali belgilangan yoshga yetmagan bo'lsangiz, faqat eshitgan gapga qarab ustama kutmang. Agar 1 oy o'tgan bo'lsa-yu, to'lov hali shakllanish jarayonida bo'lsa, avval to'lov davrini kuting. Agar pensiya bo'limi sizga yozma ravishda qayta hisoblangan va keyingi to'lovda aks etadi deb javob bergan bo'lsa, biroz vaqt bering. Lekin yozma javob bo'lmasa, albatta yozma murojaat qiling. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan istisnolar va nozik jihatlarni aytaman. Men amaliyotda ko'rgan eng katta xato shuki, odamlar yosh ustamasini doimiy, avtomatik va hammaga bir xil deb qabul qiladi. Aslida ijtimoiy to'lovlarda bir xil yosh degani, bir xil huquq degani emas. Birinchi nozik jihat pensiya va nafaqa farqi. Ayrim odamlar pensiya olmaydi, balki ijtimoiy nafaqa oladi. Masalan, ish staji yetarli bo'lmagani uchun unga yoshga doir pensiya emas, ijtimoiy nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Bu ikki to'lovning hisoblanish tartibi boshqacha. Shuning uchun pensiyaga beriladigan ustama nafaqaga avtomatik qo'shilmasligi mumkin yoki boshqa tartibda qo'shiladi. Odam
o'z hujjatida aynan pensiya deb yozilganmi yoki nafaqa deb yozilganmi? Shuni bilish kerak. Ikkinchi nozik jihat. İshonchnom orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlarning puli farzandi yoki qarindoshi orqali olinadi. Pensionerning o'zi to'lov varaqasini ko'rmaydi. Farzandi esa hammasi joyida deb yuraveradi. Natijada ustama qo'shilganmi, yo'qmi? Hech kim aniq bilmaydi. Men bunday holatda har doim to'lov tafsilotini so'rashni maslahat beraman. Pensiya miqdori asosiy summa, qo'shimchalar, ushlab qolishlar alohida ko'rsatilishi kerak. Faqat kartaga tutishgan umumiy pulga qarab xulosa chiqarish xato. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ba'zan ustama hisoblangan bo'ladi, lekin odam kartaga tushgan summada farq sezmaydi. Nega? Chunki aliment kredit bo'yicha ijro hujjati ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, asosiy pensiyaga 100 ming so'm qo'shimcha hisoblandi, lekin shu oyda 100 ming so'm ushlab qolindi. Pensiyani ustama kelmadi deb o'ylaydi. Aslida hisoblangan, faqat yakuniy to'lovda ko'rinmay qolgan. Shuning uchun hisob varaqa yoki pensiya bo'limidan batafsil ma'lumot olish kerak. To'rtinchi nozik jihat yashash joyini o'zgartirish. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, pensiya hujjati ham ko'chiriladi. Shu orada yoshga to'lish davri kelib qolsa, qayta hisoblash kechikishi mumkin. Ayniqsa odam ro'yxatdan chiqib yangi manzilga vaqtida ro'yxatga turmasa, tizimda uzilish bo'ladi. Bunday vaziyatda men yoshga to'ldim deyishning o'zi yetmaydi. Yangi yashash manzili bo'yicha pensiya hujjati qayerda ekanini aniqlash kerak. 5-chi nozik jihat vafot etgan shaxs nomiga to'lov masalasi. Bu nozik mavzu, lekin aytish kerak. Ba'zan pensioner vafot etadi, lekin qarindoshlar ustama ham chiqish kerak edi deb so'rashadi. Ijtimoiy to'lovlar shaxsning tiriklik holati, huquqiy maqomi va to'lov davriga bog'liq. Agar ustama tayinlanadigan davrda shaxs vafot etgan bo'lsa yoki to'lov vafotdan keyingi davrga to'g'ri kelsa, alohida tartib qo'llanadi. Marhumning o'lmay qolgan pensiyasi meros yoki oila a'zolari orqali belgilangan tartibda so'ralishi mumkin. Lekin kelajakda ustama talab qilinmaydi. 6-chi nozik jihat, qonun o'zgargan davr. Odamlar ko'pincha eski qoidani eslab yuradi. Oldin falon yoshda berilardi, oldin ariza kerak emas edi. Oldin hammaga qo'shilardi degan gaplar uchraydi. Lekin ijtimoiy to'lovlar bo'yicha miqdor, yosh chegarasi, hisoblash tartibi, elektron tizim orqali tayinlash mexanizmi va toifa mezonlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har doim hozir amalda bo'lgan tartibni tekshirish kerak. Eski tajriba bugungi huquqni kafolatlamaydi. 7-chi nozik jihat. Miqdorni noto'g'ri kutish. Ayrimlar ustama qo'shilsa pensiyam 2 barobar bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida ko'p hollarda ustama aniq belgilangan miqdor yoki pensiyaning ma'lum qismi bo'lishi mumkin. Bu summa har bir odamda bir xil ko'rinmasligi mumkin. Chunki asosiy pensiya miqdori boshqa qo'shimchalar va ushlab qolishlar farq qiladi. Shuning uchun qo'shnimga 200 ming qo'shilibdi. Menga ham shuncha bo'lishi kerak deyish hamisha to'g'ri emas. 8-chi nozik jihat. Hujjat topshirdim. Demak, pul darhol tushadi degan fikr. Yo'q, hujjat topshirish boshqa, qaror chiqarish boshqa, qayta hisoblash boshqa. Pul o'tkazish boshqa jarayon. Ariza qabul qilinadi, hujjatlar tekshiriladi, asos bo'lsa qayta hisob qilinadi, keyin to'lov reyestriga kiritiladi, keyin bank yoki pochta orqali beriladi. Shu jarayonlarning har birida muddat bo'ladi. Ammo bu muddat asosi cho'zilsa, siz yozma javob talab qilishga haqlisiz. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya yoki nafaqa turini aniqlang. Qo'lingizda pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, plastik kartaga tushum ma'lumoti yoki pensiya bo'limidan olingan ma'lumotnoma bo'lsa, qarang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Aynan shu savol barcha keyingi javoblarning asosidir. Ikkinchi qadam, tug'ilgan sanangizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, eski hujjatlar, pensiya hujjatdagi sana bir xilmi? Agar farq bo'lsa, avvalo sana masalasini to'g'rilash kerak. Pensiya bo'limi men aslida boshqa kunda tug'ilganman degan og'zaki izohga qarab pul hisoblamaydi. Sana rasmiy hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 3-qadam. Oxirgi 3-6 oylik to'lovlarni solishtiring. Kartangizga qancha tushganini yozib chiqing. Masalan, yanvarda 200 ming so'm, fevralda 200 ming so'm, martda 1 million 300 ming so'm tushgan bo'lsa, demak o'zgarish bor. Lekin bu ustamami yoki boshqa indeksatsiyami aniqlash kerak. Agar har oy bir xil tushgan bo'lsa,
va siz kerakli yoshga yetgan bo'lsangiz, murojaat qilish zarur. 4-qadam. Pensiya bo'limiga og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Men falonchi, falon sanada tug'ilganman. Hozirda falon turdagi pensiya olaman. Falon sanada belgilangan yoshga to'lganim munosabati bilan pensiyamga yosh bo'yicha ustama hisoblanmaganini tekshirib berishingizni, agar hisoblanmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirishingizni so'rayman. Mana shunday ariza juda to'g'ri yondashuv. 5-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari. Agar ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi yoki sanani tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, ro'yxat ma'lumoti. Har bir holatda ro'yxat biroz farq qilishi mumkin, lekin asosiy maqsad bir xil. Sizning shaxsingiz, yoshingiz, pensiya turi va to'lov yo'li aniq bo'lishi kerak. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Arizangiz qabul qilingan sanani yozib oling. Imkon bo'lsa kirim raqamini oling. Telefon orqali so'rasangiz ham yozma javob talab qiling. Chunki keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish kerak bo'lsa, men bordim, aytdim degan gap isbot bo'lmaydi. Ariza nusxasi qabul qilingan sana va javob xati sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. 7-qadam, agar rad javobi kelsa, sababini o'qing. Rad javobida sizga tegishli emas deb umumiy yozilgan bo'lsa, aniqlashtirishni so'rang. Qaysi qonun yoki qaysi band asosida tegishli emas? Pensiya turi sababmi? Yosh chegarasi sababmi? Hujjat yetishmayaptimi? Boshqa ustama bilan qoplanib ketganmi? Sabab aniq bo'lsa, keyingi qadam ham aniq bo'ladi. 8-qadam, agar haqli bo'lsangiz, qayta hisob kitobni so'rang. Ustama kech hisoblangan bo'lsa, qaysi sanadan boshlab to'lanishi kerakligi masalasi muhim. Agar siz belgilangan yoshga 3 oy oldin to'lgan bo'lsangiz va tizim xatosi sababli hisoblanmagan bo'lsa, ortda qolgan davr uchun ham qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Buni og'zaki emas, arizada alohida yozing. Ustama tayinlanishi lozim bo'lgan sanadan boshlab qayta hisoblab berishingizni so'rayman. 9-qadam, zarurat bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Tuman yoki shahar pensiya bo'limida masala hal bo'lmasa, viloyat darajasidagi mas'ul idoraga, davlat xizmatlari markaziga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki tegishli ishonch telefonlariga murojaat qilish mumkin. Lekin yuqoriga murojaat qilishdan oldin pastki bo'g'indagi yozma javobni olish foydali. Chunki yuqori tashkilot ham avvalo hujjat va javobni so'raydi. 10-qadam, har oy pensiyangizni tekshirishni odat qiling. Ko'pchilik pensiya miqdorini yilda bir marta ko'radi. Bu noto'g'ri. Har oy kartaga tushgan summa, ushlab qolishlar, qo'shimchalar, indeksatsiyalarni kuzatib boring. Ayniqsa katta yoshdagi ota-onangiz bo'lsa, farzand sifatida ularga yordam bering. Ular ko'pincha raqamlarni solishtirmaydi, bank SMS-larini tushunmaydi yoki plastik karta harakatini tekshira olmaydi. Men yana bir narsani alohida aytaman. Pensiya bo'limiga borganda janjal qilish, xodimni ayblash, sizlar bermayapsizlar deb baqirish masalani tezlashtirmaydi. Eng kuchli yo'l hujjat, ariza, qonuniy talab va yozma javob. Agar siz haqli bo'lsangiz, shu yo'l bilan pulingizni olasiz. Agar haqli bo'lmasangiz, hech bo'lmaganda sababini aniq bilasiz va bu yerda kutib yurmaysiz. Demak, yosh ustamasi hammaga ham kelmasligining asosiy sabablari shular. Hamma to'lov turi bir xil emas, hamma yosh chegarasi bir xil emas. Hujjatlarda xato bo'lishi mumkin. Elektron tizimda ma'lumot to'liq chiqmasligi mumkin. Boshqa ustamalar yoki ushlab qolishlar ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi hollarda esa qonun bo'yicha odam bu ustamaga umuman haqli bo'lmasligi mumkin. Mening sizga eng muhim tavsiyam, eshitgan gap bilan emas, hujjat bilan ish qiling. Pensiya turini aniqlang, tug'ilgan sanani tekshiring, to'lovlaringizni solishtiring, pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling va javobni talab qiling. Shunda siz keladimi yoki kelmaydimi degan taxmin bilan yashamaysiz, aniq javobga ega bo'lasiz. Agar sizda yoki ota-onangizda yosh ustamasi bilan bog'liq shunday holat bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarni yozing. Necha yoshda murojaat qildingiz, ustama keldimi, kechikdimi yoki rad javobi oldingizmi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlardagi eng muhim masalalarni yana sodda qilib tushuntirib beraman.